Lavanda kalla ichi bosimi, ya'ni cherepnoy davleniyani davosi ekanligini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, bu haqida aytib o'taman. Lavanda lotinchadagi ilmiy nomi lavandula. Juda yoqimli hidli, nafis ko'rinishga ega, shifobaxsh o'simliklardan biri. U qadimdan tinchlantiruvchi va davolovchi xususiyatlari bilan mashhur hisoblanadi. Keling endi uni asosiy foydalari haqida sanab o'tamiz. Uyqusizlik va xavotirdan qiynaluvchilar yaqinroq keling. Lavanda hidi stress, xavotir, asabiylik va uyqusizlik holatlarini kamaytiradi. Shuning uchun aromaterapiyada eng ko'p qo'llaniladigan gullardan bu lavanda sanaladi, chunki u miya faoliyatini tinchlantirib, dam olishga yordam beradi. Shu bilan birga lavanda uyqu sifatini yaxshilaganligi bois yotishdan oldin lavanda yog'ini shamga yoki yostiqqa tomizish tezroq uyquga ketish va sog'lom uxlab olishga ko'makchi bo'ladi. Lavanda yog'idan tashqari shunchaki bir dona lavanda gulini hidlashni o'zi bosh og'rig'ini to'xtatadi. Ishonmasangiz, sinab ko'ring. Lavanda inson tanasida, ayniqsa bosh qismida qon aylanishini yaxshilashi isbotlangan fakt. Lavanda efir moylari bilan massaj qilish mushak zo'riqishini, bosh yoki migren og'riqlarini ham kamaytiradi. Undan tashqari bu giyoh teri uchun ham nihoyatda foydali. Lavanda antibakterial va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. U aknelar, ya'ni husnbuzarlarni kamaytiradi. Jarohat va kuyishlarni tezroq bitkazadi. Teriga tiniqlik va yumshoqlik baxsh etadi. Aytgancha, lavanda soch to'kilishini ham kamaytiradi. Lavanda moyi bilan bosh terisini massaj qilish soch ildizlarini mustahkamlaydi va soch o'sishini ham rag'batlantiradi. Bu mo'jizakor giyoh nafas yo'llarida ham foydali. Lavanda hidi burun bitishi, yo'tal, bronxit yoki allergik holatlarda ham foydali. Lavanda haqida yanada ko'proq va qiziqarli ma'lumotlarni bilishni istasangiz, bizdan retseptlar kutayotgan bo'lsangiz, izohlarda kerak so'zini yozib qoldiring. Bu haqida sizga tez orada juda zo'r kontent tayyorlab ko'rsatamiz. Mehnatimizga like bosib, yaqinlarga ulashishni unutmang. Maslahatlarimiz tanangizga shifo, ibodatlarga quvvat bo'lsin.